Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent Saxiy vokzalimizdan Prima Krasnodar Saratov Volgograd yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Avtobusimizning televizorlari bor, zaryadka qilish uskunalari bor, uskunalari bemalol aqab bo'lib keladi. O'zlaringiz moslab olsalaring bo'laveradi. Avtobusimiz nazorat ostida ketadi. 30 kilogacha yuklaringni olib kelaverasizlar. Yuklaringga ortiqcha pul olinmaydi. Prima Abu Saxiy yangi masjidda olinadi. Bunga shunaqa avtobus xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi ishonch nomerlariga bog'lanib kelishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.